Assalomu alaykum azizlar. Bugun islom moliyasida ba'zi bir paydo bo'layotgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Murobaha oddiy kreditga o'xshagan moliyalashtirishku bank moliyalashtirish beradi, mijoz esa foyda bilan qaytaryapti. Farqi nimada degan ba'zi savollarga duch kelyapmiz. Aslida tashqaridan qaraganda oddiy kreditga o'xshab ko'rinishi mumkin murobaha, lekin murobahaning aynan nomiga qarab uni oddiy kreditga o'xshatish emas, balki uning islomiy moliya shartlariga qarab amalga oshirilganligiga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni faqatgina natijaga emas, balki uning qanaqa shartlar asosida amalga oshirilgani ham muhim hisoblanadi. Oddiy kreditda odatda pul beriladi va bu pulning evaziga ma'lum bir puldan foydalaniladi. Murobahada esa avval bank mijozning talabiga asosan ma'lum bir aktivni yoki bir tovarni sotib olgan holda, unga egalik qilgan holda va mas'uliyatni va riskni o'z bo'yniga olgan holda, undan keyin oldindan belgilangan tannarx va ustama bilan mijozga ma'lum bir muddatga bo'lib to'lash bilan sotadi. Murobahada asosiy foyda bu tovarni sotishdan keladigan savdo tushumi, ya'ni savdo foydasi evaziga bo'ladi. Oddiy kreditda esa pulning berilishi evaziga puldan olinadigan demak foyda. Farqini demak savdo va puldan olinadigan foyda bilan farqlasak bo'ladi. Endi zamonaviy islom moliyasida to'g'ri tranzaksiyalar, bu operatsiyalar juda tez bajarilganligi aynan murobahaning noto'g'ri degan tushunchani keltirib chiqarmaslik kerak. Chunki bu moliyaviy tranzaksiyalar, moliya munosabatlari soniyalar ichida bajarilishi, soniyalar ichida qanaqadir risklarning, xavf-xatarlarning vujudga kelishini ham ta'minlay oladi. Moliya tranzaksiyalardan, zamonaviy moliyadan xabardor insonlar buni yanada to'g'ri tushuna oladi. Endi murobahadagi aynan bu tranzaksiyalarning oddiy kreditga o'xshaydi-ku deyishiga ba'zi bir sabablar bor. Amaliyotlarda shunaqa holatlar ham borki, banklar ba'zan aynan murobahani faqatgina qog'ozda ko'rsatgan holda yoki bo'lmasa boshqa bir moliyaviy tashkilotlar murobahani qog'ozda nomigagina murobaha degan holda, lekin o'ziga sotib olmasdan, egalikni olmasdan, qabz qilmasdan, mas'uliyat va riskni o'z bo'yniga olmasdan faqatgina qog'ozda bu amaliyotlarni bajargan holatlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham banklarda mavjud bo'lgan shariat kengashi ulamolari bu narsaga qattiq qarashadi va buni doimiy nazoratga olib borganligi bois banklardagi, islomiy banklarda amalga oshiriladigan murobaha shartnomalari to'liq islomiy moliya shartlariga muvofiq amalga oshirilgan bo'ladi. Uning tezda va yoki bo'lmasa nomiga, mohiyatidan kelib chiqqan holda uni oddiy kreditga o'xshaydi deb qarashimiz noto'g'ri bo'ladi. Iqtisodiy va huquqiy mohiyatlariga e'tibor bersak, haqiqiy islomiy moliya mahsuloti ekanligiga amin bo'lamiz.